Hurmatli Kayaho muxlislari, Ramazon hayit uchun mo'ljallangan ba'zi bir narsalarga qo'yib berayotgan narxlarimni tanishtirib o'taman. Xo'p, emal kastrulkalarimiz bor. Kichkinasi 135 mingdan donasi. Katta razmerlari bor 155 mingdan. Eng kattalari bor 215 mingdan. Srednisi bor 195 mingdan qo'yib beraman. 3 tali ham bunaqa kastrulkamni 500 gramm bo'lgan 380 mingdan qo'yib beraman. 3 tasini. Hop, donali kastrulkalardan yana bunaqa modelimiz ham bor. Bular donasi 195 mingdan. Hop, sredniy razmeri bor. 215 mingdan qo'yib beraman. Eng kattasini donasini 235 mingdan qo'yib beraman. Bu yoqda qozonimiz bor. 2 litrli qozonlarimiz bor. Bularni 200 gramm innasi uchun qo'yib beraman. Har xil ranglari bor. Mana bunaqa modelimizni ham ko'plab talablarga binoan jarovniyasini 245 mingdan qo'yib beraman. 26 diametrli. Bular granit qoplamali. Katta qozonimiz bor. Bularni donasini 315 mingdan qo'yib beraman. Hop. Sredniy razmer 24 razmerli qozonimizni 275 mingdan qo'yib beraman. Ulgurib qolish faqat tavsiya qilinadi. 755 mingga qo'ygan misorovkamizdan ham bor va termopotimizdan ham 315 mingga qo'ygan bundan ham bor. Grafinimiz bor. 145 mingdan qo'yib berganman. Bu grafindan ham mashq qoldi. Xo'p, mana bu choynagimizdan yana so'rashgan edi. Bundan yana qo'yib berdim. 1-2 litrligini 90 ming so'mdan. Bu grafinimizdan ham 110 mingdan qo'yib berganim bundan ham bor. Mana bu ajoyib idishimdan bundan ham 145 mingdan qo'yganman. Bunimizdan ham bor. Mana bunaqa shisha qozonlarimiz ham har xillari bor. 245, 225, 195 mingdan qo'yganman. Marojnitsamdan ham bor. Bular hammasi hayitgacha amal qiladi. Hayitdan keyin bunaqa narxda bo'lmaydi. Bardak chashkamizdan ham mashq qoldi. 135 mingdan qo'yib berganman. Xo'p, ana endi chugun alohida videosini ko'rsataman sizlarga. 1 mingdan chugun 7 tali naborni ham qo'yib berganman. Xo'p, vok qozonimizdan ham 6 ta qopni 375 mingdan qo'yib berganman, lekin sifati juda ham zo'r narsa. O'zimga ham juda ham yoqadigan narsa. 1 million 100 ga qo'yib bergan mana bu oq qora naborimdan ham 3 ta komplet qoldi, ulgurib qolinglar. Mana bunaqa dozatlarimizni ham bunisini 200 mingdan, bunisini 210 mingdan qo'yib beraman. Xo'p, mana bu qozonimdan 2 ta qoldi. 300 gramm mingdan qo'yib berganman, 6,5 litrlik. Chugun qozonimdan ham 755 mingdan qo'yib berganman, 5 litrlik. Bundan ham bor. Xo'p, mana bu konteynerimdan ham tak 155 mingga qo'yganimdan ham 3 dona qopti. Mana bu bankamdan ham 8 dona qopti 95 mingga qo'yib bergandim. Va bu yoqda 215 mingdan qo'yib bergan Nerjaviki tuz choy idishimiz bor. Bundan ham ulgurib qolinglar, mashq qoldi.